o'ttiz bor Qur'onni xatm qilishgan ekan. Ko'pchilik bo'lib Chirchiqdagi Qur'on markazida o'qigan talabalar davrada Qur'onni xatm qilishadi. Shu Qur'onni xatm qilishgan ekan. Shu ko'pchilik ichida, jamoat ichida o'sha yerda borib duo qilsak, hatto Qur'ondan keyingi duolar ijobatini Alloh qabul qilsa, ko'pchilik omin deb qolsa, o'shalar bahramand bo'lib qolsa deb niyat qilishgan. Ya'ni bir marta Qur'on xatm bo'lmayapti, ikki marta xatm bo'lyapti ekan. Bu masjidda inshaalloh masjidda ko'pgina xatmlar bo'ladigan bo'lsin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواحه وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. إلهي برر يا رب كلام ربنا وقلت لك أن المؤمنين درجة إلهي حسن قبولهم ونبوغ لي حال القرآن وزيد درجة إلهي بالنصان كتشل رسول الله تقبل قilgan. O'quvchilarga ham, omin o'quvchilarga ham savoblarini karrat qilib ko'paytirib bergin. O'qimoqlikda, tinglamoqlikda bundan o'tgan xatolarni o'zing kechirgin. O'qiganlarga ham, eshitganlarga ham ilohiy Parvardigor ajrlarini savoblarini ko'paytirib ber. Bu ajr savoblari bilan barcha o'tganlarimizni, bu jamoatimizda bo'lganlarni hammalarini duoingizda bo'lgan barcha azizlarni ruhlarni rahmat aylab, oxirlarni Alloh qarom qalblarni bernur adil qilib, bizlar tomonidan shohroqlar qilgin. Bu kalomingni barakatidan bu qishloqqa, bu xonadonga, bu omin deb turganlarni hammalarini boshlariga o'zing barakatni va minat oylagin. O'quvchi qoraklarimizdan ham ilohiy Parvardigor o'zing rozi bo'lgin. Kalomingga muhabbatli qilgin. Kalomingni suyib o'qiydiganlardan qilgin. Tun uchun xatm qiladigan, kalomingga muhabbat qilib, qalblariga javob beradigan ahli saloh bandalaringdan qilgin. O'quvchilarni ham, tinglovchilarni ham qalblarida o'ylagan shar'iy maqsadlarga o'zing yetkazgin. Ilohiy Parvardigor, kalomingni barakatidan xonadonlarimizni barakatli qilgin. Kalomingni nurlaridan qalblarimizni, yuz-u ko'zlarimizni munavvar qilgin. Kalomingni hurmatidan ilohiy Parvardigor, qarzdorlar bor, qarzlariga o'zing najot bergin. Dardmandlar bor, dardlariga shifoi kulli kalom qilgin. Kalomingni barakatidan farzandlar bor, farzandlarga farzand solihlar ato aylagin. Juft halol so'raganlar bor, ilohiy Parvardigor. Ko'rganda ko'zlardan quvonchdan ko'z yosh oqadigan soliha juft halollar bilan o'zing siylagin. Ilohiy Parvardigor, bu jamoatimizni o'zing saflarini ko'paytirib bergin. Hali aytganimizdek, hammalariga bittadan ona bo'lib kelib, 3 saflas, 5 saf, 10 saf bo'lib ketishligini o'zing barakasini bergin. Va sallallohu ta'ala ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Sallallahu